Velosiped mashqi. Bu mashq eng oddiy mashqlardan biri hisoblansa-da, eng foydali mashqlardan biridir. Amerikalik urologlar bu mashqni erkaklar uchun birinchi raqamli mashq sifatida tavsiya etishadi. Bu mashqni bajarish uchun ko'p narsa talab qilinmaydi. Boshlanishiga oldiga 10 marta va orqaga 10 martadan bajarsangiz kifoya. 2-3 podxoddan. Har bir podxodda 30 sekund dam olinadi. Birinchi podxod 10 tadan, ikki tarafga bajarish hamda 30 sekund dam. Har kuni bajarsa ham bo'ladi, zarari umuman yo'q. Agarda sizda yaqin bir yil ichida bel va tos sohasida operatsiya bo'lmagan bo'lsa, kifoya. Eng afzal vaqt ertalab yengil badan tarbiyadan so'ng. Qulaylik tomoni shundaki, har qanday yosh uchun bajarsa bo'laveradi. Maksimal ravishda esa 30 tadan har bir tomonga 9 ta podxodga yetkazsangiz nur ustiga a'lo nur. Bu sizga erkaklik kuchini uzoq yillar saqlab qola olishingizga yetadi. Foydasi shundaki, bel va son qismidagi qon aylanish yaxshilanishi hisobiga sizda mavjud bo'lgan muammolarni bartaraf etadi. Har kuni qilib yurgan erkaklar umuman bu sohada muammoga uchramaydilar.